Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlarga eng chiroyli kottejlardan birini bugun obzoriga kelganmiz. Salomatinada joylashgan bu xonadonimiz 1-2 sotixdan iborat 3 ta mashinaga parkovkamiz bor. Bu xonadonimizda quyosh panellari ham bor. Hozir sizlarni endi ichkari qismimiz bilan tanishtirib o'taman. Tanishtirib o'tishdan oldin bu yoqda ikkita xonadonimiz ham bor edi. Hozir sotilib bo'ldi. Faqat bitta shu xonadonimiz qoldi. Demak, o'sib qolinglar. Sizlarni kutib qolamiz. Ketdi ichkarilarni ko'rsatib o'taman. Hozir sizlar bilan birinchi etajimizni tanishtirib chiqaman. Qaranglar. Xo'p, bu yoqdan kirdik. Kirganimizda biz o'ng tarafimizda zal qismimiz joylashgan mehmonxonamizni qaranglar. Juda ham kattagina qilishgan. Mana bu yerda bemalol hozircha 8 talik stol stullar qo'yishgan. Qarang, men buni mikrofon deb o'ylamayman, lekin bu dekorativniy juda ham chiroyli narsalar o'rnatib qo'yishibdi. Bu yoqqa esa yumshoq mebellarimizni joylashtirib qo'yishgan. Kartinkamiz ham juda ham kreativniy kartinkalar va bu yoqqa esa katta televizorlarimiz o'rnatilgan va uyimizda biralarimiz ham bor va lustralarimiz podzakaz olib keltirilgan bu xonadonimizda. Bu yoqdan yopib turib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, aynan birinchi etajimizda bu yoqlar hamma joyi to'plik olib bor va bu yoqda shu pastki etajimizni hojatxonasi joylashgan. Marhamat ko'rishingiz mumkin va oshxona qismimiz aynan birinchi etajimizda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda xolodilniklarimiz, mikrovolnovkalarimiz, pechlarimiz va bu yoqda gaz plitalarimiz va moykalarimiz bor. Bu yoqda esa mana kartinkamiz. Bu yoqqa hozircha 6 talik stol stul qo'ygan, lekin oshxonamizni ko'rib turibsizlar. Bemalol 8 talik, 10 talik qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli lustralar qo'yilgan. Birinchi etajimizdan mana tashqari hovlimizga ham chiqadigan bor, orqa tarafimizda. Bu yoqqa bitta tapchani qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqqa esa bolalarimizga yozgi kunlarida basseynlarni qo'yib bersak ham bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar. Hozir bitta narsani bu yoqda aytib o'tib ketaman. Mashinangiz bilan kelasiz, parkovkaga bitta qo'yganingizdan keyin bu yoqdan bemalol uyni ichiga chiqib kelaverasiz. Shunaqalargacha o'ylab qo'yishgan, ya'ni tashqaridan kirib yotmaysiz. Yuringlar, endi sizlarni ikkinchi etaj bilan tanishtiraman, ketdik. Ikkinchi etajimizga chiqamiz. Zinalarimiz ham bunaqa tormas, kengina bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, chiqqanimizda birinchi bo'lib bizni bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Bolalar yotoqxonasida bitta divanimiz o'rnatilgan va bu yoqda oynali zonasi bor va ikki tarafimizda o'zining shkaflari. Kartinkani qarang, bolalarimizga juda ham interesli bo'lgan kartinkalar qo'yilgan va mana ko'cha tarafimizga qaragan joyimiz va bu joyimizning o'zini balkoni ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda esa televizorli zonaga joy tashlab ketilgan. Kelinglar do'stlar. Endi yana bitta detskiy xonaga kiramiz. Bu yoqqa mana ikkitali divanni o'rnatish chiqib ketibdi-yu. Bu yoqqa mana ikkita divanni o'rnatishgan. Hurmatli obunachilar, bemalol mazaq divanlari ham o'ta zo'r divanlar. Mana bunaqa igrushkalarni ham olib kelib qo'yishgan. Bemalol bolalarimiz kelib shunday yashab bersalar bo'ldi. Xullas, bolalar yotoqxonasida nima kerak? Hamma narsa bor. Shkaflari, suvenirlar qo'yadigan joylar va bu uyimizning ikkinchi etajimizda umumiy sanuzelni qaranglar. Sanuzelimiz ham juda ham chiroyli. Bu yoqda vanna, hojatxonasi, rakovinalar bor. Xo'p, endi kelinglar. Bu yoqda esa kattalar spalniyasi, aynan kattalar spalniyasi menga juda ham yoqdi. Chunki bundoq kirib turib maza qilib yashaydigan va mana birrani qarang. Men ko'p uylarda birragalariga qiziqaman, chunki neobычный narsa birrada deb o'ylayman. Va bu yoqda mana spalniyasi va dekorlari ham juda zo'rlarni ishlatib qo'yishibdi. Aynan kattalar spalniyasini dushovoyi, hojatxonasi, ya'ni sanuzellari ichida joylashgan va bu tarafimizda esa garderob xonamiz joylashgan. Qaranglar, garderobga ancha narsangizni shuni sig'dirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Qani, endi yuringlar, sizlar bilan 3-etajga chiqamiz. Ketdik. Hali hech kim yashamagan, yaqinda remontdan chiqqan. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimizdek, bu yoq ham bitta spalniy, lekin spalniyimiz hali olib kelinmagan, balki o'zingizga to'g'ri keladigan olib kelib foydalansangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Kelinglar endi sizlar bilan bu yoqda yana 3-etajimizni sanuzel qismi joylashgan. Va xuddi pastda ko'rganimizdek, faqat boshqacharoq variantda bu yoqda kattalar spalniyasi ko'rishingiz mumkin. Kattalar spalniyasi va bu yoqda esa mana shkaflari joylashgan va ayollarimizga bu yoqda komodlar ham bor. Shkaflari, xullas, juda ham ideal darajada, hurmatli obunachilar. Menga bitta narsa yoqdi, mana qarang. Haqiqiy gulga o'xshar ekanda, haqiqiy gul. Bu bilan nariyoqdagi gul menga juda ham yoqdi va bu uyimizni, ya'ni bu xonamizni
Bu yoqda o'zini sanuzel qismi joylashgan dushovoyi bilan. Va bu yoqda esa yana garderob xonamiz, bemalol garderob o'rnidan foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqqa esa ayollarimiz uchun maxsus joy, mana taqinchoqlaringizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qaranglar, juda ham chiroyli ishlashgan bu narsalar hammasini. Xo'p, uyimiz haqida yanada to'liq ma'lumot olish uchun albatta bizga murojaat qilinglar, biz bilan bog'laninglar. Biz sizlarga yanada to'liq informatsiya berib boramiz. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 380 ming AQSh dollarida sizlarni kutib qolamiz. Kottej izlab yurganlarga bu videomizni yuborib qo'yasizlar. Obzorimiz ham yoqqan bo'lsa, bitta yurakchan qizartirib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan Muhibullo Madrahimov bo'ldi.